Bir söyleşemizmi YouTube'da? Bir söyleşemizmi? Söyleysizmi? Желание barmi? Ha? Ha nega? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yanga o'ng bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Eson-omonmisiz? Kim söyleydi? Sizmi? Söyleyin. Ha? Ha? Ağacan, yaxshimisiz? Rahmat Allah. Barobar. Eson-omon yursizmi? Rahmat Allohga shukr. Qalay, yoqdimi? Ajoyib bu. Og'ayimiz Ha. Jayqin motorsidan YouTube'da ko'rib, Ha. shunga kelib o'tiribmiz, shuni olib Bolalar ketardim. normalmi muomalasi? Ajoyib, rahmat og'a. Zo'rmi narxidan hammasidan rozisizmi? Gibrit tuzatib berdilarmasa ham. Ham benzinda, ham tokda yurdim-da. Hozir xudo xolasa dastavka etib beramiz. Endi tushuntirdi-ku hamma narsasini. Ava bir qator tushuntirib o'tdi. Tushuntirdi. Generator qanday ishlaydi, hammasi. Motor miyasi. Xudo xolasa, og'alar, assalomu alaykum. Salom berish esimizdan chiqdi. Jayxun Motors jamoasi yana bugun sizning xizmatingizda. Xorazmdan, qaysi rayon edi? Yangiariq tumanidan yengamiz ikki bolasini olib, xudo xolasa mini lavamizni olishga ketdi. Avvalambor o'ng bo'lsin aytamiz. Yaxshi kunlaringizda bunish nasib etsin. Keyini katta mashinalar bo'lish nasib etsin. Mini lavamiz haqida obzorlarda ko'rsatganmiz. Mini lavamizni faqat bitta pasport taqdim qilasiz. Hamma dokument to'g'rilashga Jayxun Motors jamoasi yordam beradi. Siz uchun doim xizmatda Jayxun Motors jamoasi. Generatorlar ustanovka qilingan lavamizga texnik parametrlarni ozroq ko'rsatib berishimiz mumkin. Gibrid qilingan, mana salon ko'rinishlarini ko'rishingiz mumkin. Zadniy ekranlari bor, pechkalari bor, ventilyatorlar qo'yilgan, magnitofonlar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Faqat og'alar buni rushniga tormozda bo'ladi. Mana tormozni bosib, rushniga shunaqa bo'ladi. Ikki odam bemalol o'tiradi, ichida пониженный передачалari bor. Tagini ko'rsatishimiz mumkin. Generatorlar ustanovka qilingan mana. Generatorlar ustanovka qilib, gibrid variantda qilingan. Og'alar bir kommentariya pultda ham yanadi, to'g'ri og'a. Pultda ham uzoq masofadan ham yanadi. Og'alar bir kamchilik aytibsiz, xursand bo'ldik. Kommentariyada bildiribdi-da. Narxini aytib o'tmayapsiz. Narxi, og'alar, narxi kredit asosida 33 million so'm bo'ladi gibrid variantda. Bir basasiz. Mana ko'rsatdim pultni. Bastib generator ishladi mana. O'chiramiz endi. Ha. Mana o'chdi. Mana basamiz. Generator yanadi. Bu generatorimiz nima uchun ishlaydi desangiz, bitta to'liq zaryad bilan 60 km yurishga mo'ljallangan. 58 amperlikdan 6 ta akkumulyator ustanovka qilingan bo'ladi. 60 kilometrdan uzoq masofaga boradigan bo'lsangiz, zaryad yo'q payti pultni olasizda bitta knopkani bosib yuborasiz, o'z manzilingizga bemalol yeta olasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Jayxun Motors jamoasi doim siz uchun xizmatda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Aloqa nomerlar qoldiramiz. Siz uchun doim xizmatdamiz. Tushib ketdi. Mana chaqda rahmat.